ahmoq odamlarni ko'ziga ko'rinadigan yaqqol 3 ta belgisi bor-da. Ayniqsa 3-chisini hayotingizda har kuni ko'rasiz. Birinchisi, ular hamma narsani bilishadi. Hammadan zo'r, hamma narsani bilishadi. O'zimni seminarlarimga kelganimda ham men aytaman, sizdagi hamma narsani bilguvchi odamni o'chiringlar, stakanni bo'shatib, noldan bilim olishga kelgan bo'linglar. Chunki hamma narsani bilaman deganingizda boshqa narsa ola olmaysiz. Hamma narsani biladigan inson, bilaman deb o'ylaydigan inson ahmoq deb bilaman. Ikkinchisi, hammani kritika qilaveradigan inson, o'zi hali hech narsa yaratmay turib, lekin kimdir yaratgan narsani kritika qilib, yana uni yerga ham urishadi-da. O'zi hali hech narsa qilmagan. Shu botqog'ida o'tiribdi. O'shunaqa odamlarni ham ahmoq deb bilaman. Uchinchisi, o'zini kibr otiga minib, markazga qo'yib, insonlarni pastda his qiladigan, man insonlarni ahmoq deb bilaman. Chunki Alloh nazdida biz hammamiz bir xilmiz, bandamiz. Bu videoni shu belgilari bor insonga jo'natib qo'ying.